Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Ko'pchilik mashinaga monitor so'rashyapti, navigation. Mashinalar bilasizlar, Bongo porterlarga o'zini navigationlarida, monitorlarida, ya'ni O'zbekistonda ishlatish qiyin bo'lyapti. Ba'zilarida bor, ba'zilarida yo'q bo'lyapti. Shuning uchun bundan so'roq ko'p bo'layotgani uchun alohida video qilyapmiz. Bu hozir ko'rsatadigan monitorimiz O'zbekistondagidan farqliroq. Bunga telefonga ulanadi, kamerada bemalol ishlatsanglar bo'ladi, tilini ham o'zgartirsa bo'ladi. Hamma funksiyalari bor. Buni ko'rsanglar, Koreyani ichida bo'ladigan programma xaritasi bo'ladi. Buni o'rniga Yandex Play yoki O'zbekistonda o'zining xaritasini o'rnatib olib, rus tilida bemalol foydalansa bo'laveradi. Boshqa funksiyalari ham bor. Buni hozir ko'rsatib o'taman. Internetga bemalol ulanadi. YouTube ga ulasangiz bo'ladi. SIM karta solib ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyin Wi-Fi ga ulasangiz ham bo'ladigan funksiyalari bor. Bluetoothga o'zidan o'zi ulanadi bu. Nimamiz, monitorimiz, hamma funksiyalari bor, yetarli. Keyin buni bu holatda o'rnatilmaydi. Bunga chiroyligina g'ilofi bor. Ko'rsanglar, o'zini g'ilofi bor. Mana shu holatda o'rnaydi. Polni kamera, oldi-orqa kameralar ichida full set bo'ladi. Mana hamma zapchastlar ichida. Hozir qanday o'rnatilganini ko'rsatib o'taman. Mana buni ko'rsatyapman. Ko'rishingiz mumkin, mana shu Bongoga o'rnatilgan holati. Mana bu g'ilofini ko'rsanglar, chiroyli o'zini holatida o'rnaydi. Mustahkam qilib, xohlasizlar shu Koreyani o'zida o'rnattirib beramiz. Bo'lmasa, mana shu holatda jo'natib beramiz. O'zbekistonda ustanovka qildirsanglar ham bo'ladi. Keyin yana buni bitta turi bor. Buni qarang. Bu ozgincha qimmatrog'i. Mers brend deb qo'yadi buni. Mers brendlari bo'ladi. Mana bulardan o'rnatib, ayniqsa 24larga. Bulardan qilsalar ham bo'ladi. Buni ichidagi funksiyalari bunda ham bor. Bunisi 90 duyumli, bunisi 110 duyumli deydi. Shunaqa. Bu ozgincha kattaroq bo'ladi. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, bunisi O'zbekistonga yetib borish bilan $550 общий set bo'ladi mana shu korobkada. Bu ham shuni ichida bo'ladi. O'zbekistonga yetib borishda shu holatda yetkazib beramiz. Xo'p, endi bu kattasi bor. Kattasi narxi qimmatroq bo'ladi. Buni narxi $900. Buni narxi ancha qimmatroq. Bunga qaraganda razmeri ham katta bo'lgani uchun narxi ozgincha farqi bor. Keyin bu videolarda ko'rsatganda sifati 4K da ko'rsatar ekan. To'g'ri, sifatliroq ko'rsatadi. Qiziqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, nafaqat Bongo porterlar, boshqa mashinalarga ham monitor, navigationlar bor. Chiqarib beraveramiz qo'limizdan kelgancha. Bitta aloqaga chiqsanglar inshaalloh. Nima? Unda. Kimga unda? Kimga